sizlar bilan birdan 10 gacha bo'lgan sonlar ichida qo'shish hamda ayirish amallarini bajaramiz. Rohatxon Yo'ldasheva ko'p yillardan buyon maktabgacha ta'lim tizimida samarali mehnat qilib kelmoqda. U bolalar tarbiyasiga mehr bilan yondashib, o'z kasbga bo'lgan mas'uliyatni chuqur his etadi. Yosh avlod kamolot yo'lida olib borayotgan ishlari jamoat tomonidan munosib baholanmoqda. 2008-yildan beri 19-maktabgacha ta'lim tashkilotida katta guruh faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Faoliyati davomida bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilanadi. Shu bois u mashg'ulotlarda interfaol usullar hamda qiziqarli topshiriqlardan samarali foydalanilmoqda. Bu esa bolalarning fikrlash doirasini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Tarbiyachi sohasida o'qib, malakani oshirish uchun Namangan davlat universitetini 2018-yilda tamomladim. Ayniqsa tartib, intizom, muomala madaniyati hamda jamoaga moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Turli tadbirlar va ijodiy mashg'ulotlar orqali tarbiyalanuvchilarning iste'dodini yuzaga chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ota-ona bilan tarbiyachining o'rtasidagi hamkorlik bolalarga berilgan bilimni yanada samaradorligini oshiradi. Chunki tarbiyachi tashkilotda o'qitilgan bilimlarni o'zida mustahkamlasa, ularni ongiga ko'proq hamda tezroq singadi. Takrorlash bo'lsa, mustahkamlash bo'lsa. Shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlik tizimi ham muhim o'rin tutadi. Doimiy muloqot farzand tarbiyasida samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Bolalarning erkin fikrlashi va faolligi esa olib borilayotgan ishlarning ijobiy natijasidir. Shu yillar mobaynida o'z ustimda ishlab keldim. Ustozlarimiz bergan bilimlari, malakalari, ko'nikmalari orqali attestatsiya imtihonlari ikkinchi toifaga ega bo'ldim. Rohatxon Yo'ldasheva bugungi kunda ham o'z tajribasi, izlanuvchanligi va kasbga sadoqati bilan hamkasblari orasida e'tibor qozonib kelmoqda.